Bojxona qo'mitasining kontrabandaga qarshi kurashish boshqarmasi tomonidan Toshkent shahar, Toshkent va Namangan viloyatlari bojxona boshqarmalarining kontrabandaga qarshi kurashish bo'limlari tezkor xodimlari bilan hamkorlikda O'zbekiston Respublikasida ro'yxatdan o'tgan yengil avtotransport vositalarini Tojikiston Respublikasiga olib o'tish va noqonuniy sotib yuborish bilan shug'ullanuvchi shaxslar fosh etildi. Jumladan 1982-yilda Buxoro viloyatida tug'ilgan, hozirda esa Toshkent shahrida yashovchi fuqaro O'zbekiston Respublikasida ro'yxatdan o'tgan jami 9 dona BYD va Volkswagen rusumli yengil avtotransport vositalarini Muqaddam, Oybek va Xovasobod chegara bojxona postlari orqali olib chiqib ketgan. Transportdan Tojikiston Respublikasiga o'tkazib, o'ziga topshirganman. Har bitta olib chiqilgan mashinamni ikkita donasida $200 bergan, qolganlariga $100 bergan haqi o'ziga. Bu olib o'tilgan avtotransport hozirgi kunda ularning taqdiri bo'yicha hech qanday ma'lumotga ega emasman. Bular sotgandan xabarim yo'q. 1991-yil Toshkent viloyatida tug'ilgan va Yuqori Chirchiq tumanida istiqomat qiluvchi fuqaro esa O'zbekiston Respublikasida ro'yxatdan o'tgan jami 10 dona BYD, Volkswagen, Kai, Honda rusumli yengil avtotransport vositalarini Oybek, Xovasobod, Pop hamda Andarxon chegara bojxona postlari orqali olib chiqib ketgan. Abdurasul degan shaxs bilan 2024-yil yoz oylarida tanishib qolib, 2024-2025-yillarda bojxona postidan mashinalarni o'tkazib berishni so'raganda olib o'tib bergan. 1998-yilda Namangan viloyatida tug'ilgan va hozirda To'raqo'rg'on tumanida yashovchi fuqaro 5 dona Volkswagen, Kai va Honda rusumli yengil avtotransport vositalarini Andarxon chegara bojxona posti orqali olib chiqib ketgan. 1975-yilda Buxoro viloyatida tug'ilgan va hozirda Buxoro shahrida yashovchi fuqaro 10 dona BYD, Volkswagen, Geometry, FAW, Honda rusumli yengil avtotransport vositalarini Oybek, Xovasobod va Andarxon chegara bojxona postlari orqali olib chiqib ketgan. 2001-yilda Toshkent viloyatida tug'ilgan, hozirda Bo'ka tumanida istiqomat qiluvchi shaxs 2 dona BYD, Volkswagen rusumli yengil avtotransport vositalarini Oybek va Pop chegara bojxona postlari orqali olib chiqib ketgan. Toshkent viloyatida tug'ilgan, hozirda Bo'ka tumanida istiqomat qiluvchi 1993-yilda tug'ilgan fuqaro 6 dona, 1996-yilda tug'ilgan fuqaro 5 dona hamda 1986-yilda Namangan viloyatida tug'ilgan va hozirda Namangan shahrida istiqomat qiluvchi shaxs esa 12 dona avtotransport vositalarini turli chegara bojxona postlari orqali olib chiqib ketgan. Shunday qilib, yuqorida sanab o'tilgan 8 nafar shaxs jami 59 ta avtotransport vositasini har birini $100-200 AQSh evaziga Tojikiston Respublikasiga o'tkazib berishgan. Aniqlanishicha, mazkur avtotransport vositalarining barchasi Tojikistonda noqonuniy tarzda sotib yuborilgan. Fursatdan foydalanib, shaxsiy avtotransport vositalarini boshqa shaxslarga ishonchnoma asosida berishda yurtdoshlarimizni yana bir bor hushyorlikka chaqiramiz. Agar ishonchnoma asosida berilgan avtotransport vositasini qaytarib olishda muammolarga duch kelayotgan bo'lsangiz yoki avtomashina O'zbekistondan olib chiqib ketilganligi yuzasidan shubha va gumonlaringiz bo'lsa, zudlik bilan huquqni muhofaza qiluvchi idoralarga murojaat qilishingizni so'raymiz. Mazkur holat yuzasidan Bojxona qo'mitasining surishtiruv va ma'muriy amaliyot boshqarmasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari o'tkazilib, Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi va tergov organiga topshirildi.